Oysha roziyallohu anhodan juda katta ilm qolgan. 2210 ta sahih hadisni rivoyat qilgan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik davrida Qur'onni to'laligicha yod olgan. Oysha roziyallohu anhoning ayrim sifatlari. Oysha roziyallohu anho arablarning ayolga xos bo'lgan sifat bilan sifatlangan edi. Arablarning ayolda qanday sifat bor edi? Ular tez yetilardi. Balog'atga yetishi, jismonan balog'atga yetishligi tez bo'lardi. Oysha onamiz roziyallohu anha ham jismonan tez yetilgan, balog'atga tez yetgan. Zehni o'tkir, fikri tiniq, chuqur, mulohazali edi. Oysha roziyallohu anhoning yoshi kichkina bo'lgani bilan birodarlar aqli katta edi. Shu nafs olimlari aytishadiki, odam bolasining umri ikkita bo'ladi. Zamoniy umri, aqliy umri. Zamoniy umri, aqliy umri. Odamlar bo'ladi. Yoshi 10 ga kirgan, lekin aqli 15 yashar odamda aqli deydi. Yana bir odam bor, 20 ga kirgan bo'ladi, aqli 10 yashar boladek. Odamlarda ba'zilarning aqliy umri jismoniy umridan uzib ketadi, yana ayrimlarniki orqada qolib ketadi. Yosh bo'ladi. Aql bilan jasad albatta birga teng katta bo'lishi shart emas ekan. Kimnidir aqli o'zib ketar ekan jasadidan o'sishlikda. Kimnidir aqli qolib ketar ekan. Oysha roziyallohu anha o'zi yoshi kichik bo'lgani bilan tez ulg'aydi. Sirat kitoblarida rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqan ayollar aqlli, zehnli, o'tkir, farosatli bo'lishligi kerak. Chunki bu ayollar payg'ambarimizdan olgan narsani ummatga yetkazib beradigan omonatdorlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Bir ayolga uylandi. Bu ayolni atrofidagilar aql o'rgatib, agar Nabiy sollallohu alayhi vasallam seni oldinga kelsa, sen a'udhu billahi minka deng dedi. Ya'ni men sizdan panoh tilayman Allohdan dedi. Seni oldinga kelganda a'udhu billahi minka desang, Rasululloh shuni yaxshi ko'radi. Desa bu ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayolni oldiga kelganida nikohlanib, a'udhu billahi minka, sizdan Allohdan panoh tilayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alhiqi bi ahliki, ketoringizga javob dedi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayol, juft bo'ladigan ayol shunaqa befahm, aqlsiz, idroksiz bo'lishligi kerakmi? Kim nima desa ergashib ketaradigan bo'lsa, ertaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ilmni qanaqa qilib yetkazadi odamlarga? Alloh taolo o'zining hikmati bilan payg'ambar alayhisalomga aqlli, o'tkir zehnli, kuchli xotirali va toza qalbli ayollarni tayyorlab qo'ydi. Yana aytiladiki, Oysha onamiz payg'ambarimizga juda yosh paytida juft bo'ldi, ayol bo'ldi. Hikmat nima? Hikmat shuki, bu vaqtda Oysha onamizning kallasi tamomiy dunyo tashvishlaridan bo'sh. Zehni toza, hech qanday narsa kallasini band qilmaydi. Agar mana shu yoshda juft bo'lmaganida payg'ambarimizga bunchalik katta ulkan ilmni, merosni olib qolishi mumkinmidi? Ilm musulmon hayotidagi eng muhim narsa, eng asosiy narsa. Rasulullohdan aytilgan har bitta so'z, qilingan har bitta fe'l bu ummatga yetkazish kerak bo'lgan omonat edi. Bu ayollarimiz mana shu omonatni yetkazishligi kerak edi. Demak, yana qaytarib aytamiz. Bu ayollarni payg'ambarimizga juft bo'lishligi Alloh taoloning xohishi edi. Oysha roziyallohu anha haqida ulamolarning aytgan ayrim so'zlar. Imom Zuhriy aytadi: agar Oysha roziyallohu anhoning ilmini qolgan ummahatul mu'mininlarning ilmi va boshqa hamma ayollarning ilmi bilan taqqoslansa, Oyshaning ilmi afzal bo'ladi. Ato ibn Abi Raboh aytadi: Oysha roziyallohu anha odamlarning eng faqihi, eng bilimdoni va ra'yi eng to'g'risi edi. Birodarlar, zaki odamlar bilan, farosatlik, xushyor odamlar bilan birga yashash ne'mat. Befahm, befarosat odamlar bilan yashash kulfat. Bunaqa odamlar atrofingda ko'p bo'lsa, hayotdan ko'ngling sovib ketadi. Yaxshida atrofingda shu bitta qarashingdan nimani xohlayotganini tushuna oladigan odamlar bo'lsa. Kunlarda birda Imom Azam rahmatullohi alayh bomdod namozi haqida o'zini birodarlariga dars o'tib o'tirardi. Bitta oyog'i og'riganidan orib, noiloj oyog'ini shunday uzatib o'tirardi, hali odamlarga qaratib. Endi o'zini birodarlar o'rtada takallufi yo'q, muomalasi oddiy, aka-ukadek bo'lib qolgan odamlar oyog'ini uzatib o'tirardi. Bir payt shu majlisga nihoyatda bir qomati kelishgan, chiroyli kiyingan, basavlat, bir soqolli bir kelishgan odam kirib keldi. Kelib o'tirdi. Imom Azam haligi odamni ko'rib bir olim, ilmli odam bo'lsa kerak dedi-da, hayo qilib oyog'ini tortib oldi. Dars nihoyasiga yetdi. Haligi odam savol berdi: "Ey imom," dedi. "Agar bomdod vaqtidan avval kun chiqib qolsa, bomdodni qanday o'qiymiz?" dedi. Imom Azam oyog'ini uzatib oldi. Atrofingda fahm farosatli, aqlli, xushli, fikrli odamlarda bo'lishligi ne'mat. Befahm, befarosat, betarbiya odamlarda orasida yashashlik kulfat. Rasulullohning atrofida vafodor, fahm farosatli, xushyor, ixlosli, u zotni yaxshi ko'radigan
kishilarni bo'lishi Alloh taoloning payg'ambarimizga ko'rsatgan rahmati edi. Shuning uchun birodarlar, agar biz Allohning huzuridagi martabamizni qanchalik ekanligini bilmoqchi bo'lsak, atrofimizdagi odamlarga qaraylik. Kimlar bilan birga bo'lishlikka harakat qilyapmiz? Sizdan ko'ra axloqi, fahm farosati yo'qroq qalang'i qasangalarmi? Demak, hali past ekan. Atrofingizda oliyjanob, solih insonlar jamlanyaptimi? Tabiiy suratda. Demak, bu Alloh sizni erkalatganining alomati ekan.